Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana ikkita pritsepimiz tayyor bo'ldi. Shuni obzorini qilib beraman. Buning razmeri 2.30 ga 1.30. Borta atsinkoy. Poli 1.8 lik qalin lis, tekis lisdan bo'lgan. Krelasi 1.4 lik qalin lisdan bo'lgan. Risollari traktorning pritsepining risoldan bo'lgan mana. 15 talik Cobalt Stupitsa Cobalt balon qo'yganmiz. Mana ko'rinishi. Mana juda baquvvat qilib yasaganmiz. Mana taglari baquvvat qilib 1,5 tonnagacha bemalol yukni olib beradi. Mana borti 40 cm, rishotkasi 70 poldan 1.10 bo'ladi. Farkopkasi ichida 9,5 qilib beramiz buni. Kelishiladigan bor. Mana bu yerda 250 ga 150 borta atsinkoy, poli 1.8 lik qalin lis, ramalari shiviller. Uning ham ramasi shiviller. Mana bu ham shiviller. Traktorning pritsepining risollari baquvvat 1,5 tonna, 2 tonnagacha ketaveradi. Mana usilinni qilib yasalgan. Xohlasalar Spark balon qo'yib beramiz, xohlasalar Cobaltnigini qo'yib beramiz. Mana bortini balandligi 40 cm, rishotkasi 70 poldan 1.10 bo'ladi. Chokasi vet mana. Chokasi vet bu. Juda baquvvat qilib yasalgan mana. Adresini aytmabsiz deyshadi. Xorazm viloyati Hazorasp tumani, Yangi bozor qishloqi, Alaqali ko'l mahallasida. Mana bemalol ko'rib zakaz qilaverasiz. Tayyor pritseplarimiz ham bor. Pastda telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Mana bu yerda 1 tonna 600 lik qalin zamoqlar bilan qo'yibmiz. Mana tok montajlarini qilib beramiz. Farkopkalari bor. Mana bu yerda 2.60 ga 1.60 yasalyapti jarayoni. Mana bu yerda baquvvat farkoplarimiz bor. Shu yerdan qo'yib beramiz. Baquvvat qilib bemalol 2 tonnagacha tortaveradi. Kimga shunday pritseplarimiz kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.